Bugungi videoda kim oxiri avtobusdan chiqsa 1 million so'm yutadi challenge-ni olyapmiz. Qani, let's go. Boshlandi. Chiqishga chiqib oldik va endi davom ettiramiz. Hozir kunni ko'rishinglar mumkin. Svetlo. Soat 18:21. Vaqt ko'rdinglar. Kim dakasa turar ekan ko'ramiz. Zerikish yo'q. Shaxsan menda internetim o'chkamga ulanib olgan. 18:34. Qayerga yetib keldik? Yangibodga. Nima bodga? Yangibodga. Qatu. Angirenni Toppa tog'i. Soppa sog'i. Tabiatga xush kelibsizlar do'stlar. Bu bola nima qilyapti bu yerda? Millioner bu, millioner. Давай bitta. Hoppa. Hop. Осторожно, двери закрываются. Salqosa qo'shib berardi o'zi shunday. Kstati biz boshida to'lov qildik-da. Men qachon keldik? Yana qaytishga ham to'lov qilasanlar dedi. Bu qanchalar to'g'ri, ili shunaqami yoki yo'qmi? Shuni ham kommentda yozib ketinglar ha. To'g'ri bilmoqchimiz. Borishga yana to'ladik, yana qaytishga ham to'layapmiz. Faqat futbol ko'ryapmiz. Короче, mana bolani videoga yangi ideyasi bor ekan. Короче, biz jenga o'ynaymiz. Jengani qanday o'ynaymiz? Andarazviy krужкаларdan yig'amiz, как bino qilib, ichiga suv quyamiz, rangli suv qilib. Birinchi qavatiga masalan qizil rang bo'lsa, keyin karton qo'yib, ikkinchi qavatiga yashil rang, ili ko'k rang. Shunaqa 2-3 qavat bo'ladi. Keyin biz jenga o'ynaymiz masalan. Hozir biz qanaqadir ostanovkaga orqaga qaytyapmiz. Endi esa mini o'yinga vaqt. Randomizer karuselni yaratamiz, ikkalamiz ismimiz bilan. Random strelka qaysi odamga tushsa, o'sha odam sun'iy intellekt yozib bergan shartni bajaradi. Mana ismimiz Bekzod Islom. Ruletkani aylantirish. Kimga tushar ekan? Voy. O'ng tomondagi sherigingizga eng qiziqarli latifangizni aytib bering. Biling, Men o'ng tarafim mana. Xo'sh, latifamni eshitinglar, короче. Faqat bu latifani Aylsdan 9 olganlar eshita oladi-da, shu. Ketdi unda. Bo'ldim. Latifamni endi 9 ball olganlar eshitadi-da. Yana krutich qilamiz. Let's go. Ana, go. Qani ekan? O'zingiz bilgan eng qiziq yoki g'alati faktni aytib bering. Xo'sh, qiziqarli g'alati faktda odamning miyasidan kelib chiqib aytaman g'alati faktda. Bo'lib turammi bunaqa bitta narsani eslaysiz, tilingizning uchida bor, lekin miyangiz eslolmaydi. Bu paytda mana g'alati fakt, mana bu tarafdagi miyangiz joyidagi narsa bilmayman ismi nima, skladi bo'ladi. Tasavvur qiling, 4 burchakli skladlar bor, 4 ta burchak bor. 4 ta burchakning ichida tarvuz yotibdi, banan yotibdi. Короче, 4 tasi to'lingan. Shu paytda bittasi boshqa burchakka o'tib qoladi, bitta burchagi bo'sh qoladi. Boshqa burchagiga o'tib qolgandan keyin miya esida qoladi. Ha, meni miyamda bor shunaqa, lekin eski joyidan ko'chgan bo'ladi. Shunaqa. Oh my god. Ruletkani aylantiramiz. Va keyingi 3 daqiqa davomida faqat shivirlab gapiring. Shivirlab gapirish menga hech bo'lmas lekin. 19:06. Let's go. 19:09 gacha. Bo'l. Faqat shivirlab gapiraman. Shivirlab dedi, mana shunday shivirlabmi? Xo'p, bo'ldi. Endi faqat shunday gapiraman. Soat necha edi? Soat 19:06 ekan. Necha gapga o'xshab gapirish kerak. Aha, to'ppa. Oh my god. Mana qadar fakt aytib bering shu. Quyosh sharqdan chiqadi, короче. Ana u ekranda krivush o'rgatyapti, to'g'ri krivush. Oyoq kiyim qurityapti. Yangi oyoq kiyim ekan o'zi ham. Kim oldi deyapti. To'lovni ham hozir bitta ko'rsataman. Vot, ko'rnyaptimi? To'lov haqqi, naqd to'lov 2500 so'm, kartadan to'lov 1700 so'm. Uzum karta bilan 800 so'mga любой joyga avtobusda borishingiz mumkin. To'ppa-to'g'ri. Kartani dastavkasi bilan va tekinga ochish uchun описаниядagi silkaga o'ting. Uzum bank ilovasidan kartani registratsiya qiling va kartani ближайший uzumni punktiga zakaz qiling. Voy, men shivirlashim kerak. Ayo tugadi. Vaqti tugadi bu. 2 3. Yana men. Yana Bekzod nima? Avtobusdagi tasodifiy bir yo'lovchiga chiroyli kompliment qiling. Yo'q. Voy. So'rasa. Bitta kepkach bo'lsam mayli. Bunisi oqi yaxshiroq. Da, oqi yaxshiroq. Kepkach zo'r ekan. Nike ekan. No name brand endi. Da. Bekzod tushsa, yana xayr bo'ladi. Unaqasi bunaqa bo'lmaydi endi. Yoningizdagi odamga o'z joyingizni bo'shatib bering agar o'tirgan bo'lsangiz. Yo'qda hamma o'tiribdi, demak bu shart bajarib bo'lindi. Hamma o'tiribdi, hech kimda joy kerak emas. Go. Avtobusdagilar bilan birgalikda kim chaqqon o'yinini o'ynab bering. Bu qanaqa bo'ladi?
raqsga tushib. Fiksim shuni bitta turnikka zamenit qilik. Tushunayotganmi? Xohlagan любой joy. Saksofonni yengamiz. Раз, два, три. Boshqa joyga o'tib olish kerak. O'ylayotgandir, nima qilayotgan bu chinlarda. Yana bitta o'zimiz avtobusda. Avtobusda yolg'iz qolish vibe zo'rda. Da, boya bitta brat menga qarayapti bitta. 5 soniya meni qarab turibman yuziga. Shu payt omad banda. Voy bekzor og'zini ochib bizga qarab turibdi. Cho'tga chiqardi vashi. Men bo'lib ketardi. Brat, короче, mana mana. Shunday edi. Avtobusda davno bunday qilmoqchi edim. Biz ana vokzalga kiramiz. Вот, biz уже vokzaldamiz. Yo, islom. Mana vokzal bo'ladi bu. Mashinchalar, shunaqa gaplar, challenge davom etyapti. Nima qilyapti bu bola? Nimaga asosda biz hali ham avtobusdamiz. Soat bo'lsa 19:22. Bu degani o'sha 1 soatdan beri avtobusdamiz degan. Meni hali tushish niyatim yo'q ekan. Meni ham kim yutadi bu challenge? Kamina kampar. Biz esa yo'limizni davom ettiryapmiz. Yo'lda ketyapmiz maza qilib. Biz bu bola o'tiribdi, kimdir bilan yozishib. 19:48. Va ana qalay bo'tyapti challenge. Juda ham zerikarli, keyin qornim ochib ketdi. Ko'proq pul bilan chiqish kerak ekan, ostanovkada nimadir olardik. Da, meni ham qornim ochlar ekan. Buni fen bilan quritmagandim sochni. Menga buni quritadi. Soch tarashga bo'lgan tarobkadagi Takan suv o'tiramiz. Kechqurungacha. o'zinglar ko'rasizlar, hali ko'cha qop-qorong'i bo'ladi. Backstage yangi videosini kepkasi xalaqit beryapti. Qorong'i vibe avtobus. Qayerlarga chekadiga? Qayer bu? O'rmonmi? Menimcha Toshkentga ketaverish yo'ldamiz biz. Kstati, sochga necha berasiz? Soch. Oldin chekalagan, oldingi holatini montajyor qo'yib yuboradi. Men yana charchab ketdim. Kech ham tushdi. 2 soat avtobusda yuribmiz biz. Bitta soatdan ko'raydi. 2 soat yuribmiz avtobusda уже. 20:37. Da. 8:30 soat. Da. 8:30. Xullas, qanaqa bo'ldi? Normalmi? Voy. Kim birinchi tushdi? Kim birinchi? Siz. Men yutdim va nihoyat. Qaysidir videoda yutar ekanman, ha? Nafik men o'tiraman deb o'yladim-da. Paslarim og'ridi. Zo'rg'a o'zi vaqtimni o'tkazdim. Kstati, biz qayerdamizmi? Qayerdamiz biz? Yo, biz qayerdamiz? Internetimiz yo'q, karta o'chgan. Telefon ham o'chganda. Telefonim ham o'chgan, internetim faqat menda edi. Mayli, bez prikol. Hop, qayerda u? Bilmayman. Ana sizlarga challenge do'stlar. Bu avtobusda kim oxiriga chiqadi challenge bo'lmadi. Bu avtobusda kim noma'lum joyga boradi challenge bo'ldi. Biz qayerdamiz? Adashib qoldik. Hakerlar, xarita topadigan odamlar. Qayerdamiz biz? Kamera ham o'chyapti, zaryadimiz ham o'chgan. Qayerdaligimizni bilmaymiz. Tojikiston nomeri. Tojikistonga kelib qoldik. Tojikistonga kelib qoldikmi? Mansur o'rtoq, qutqar bizni. Milliy taomlar, nur. Menimcha biz bilmayman qayerga borishimiz kerak. Aytgancha. Ha, 1 million qani? qanaqa 1 million? Siz videoni boshida menga yutgan odamga 1 million dedingiz. Ha, challenge-dagimi? Ha? Menga odamni ber.